Assalomu alaykum hammaga. Bugun qo'y go'shtidan qaynatma sho'rva qilamiz. Buning uchun bizga qizil sabzi, piyoz, chesnok, bolgarskiy, kartoshka va albatta qo'y go'shti kerak bo'ladi. Men suvakli joydan ishlatdim. Sabzilarimizni mana shunday videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Kartoshkalarimizni teng ikkiga bo'lib qo'yamiz yoki butun solsak ham bo'ladi. Bolgarskiylarni esa mayda kubik shaklida to'g'rab olamiz. Piyozlarni ham maydalab to'g'rab olamiz. Chesnogimizni ham maydalab to'g'rab olamiz. Qozonga birinchi bo'lib qo'y go'shtimizni solamiz. Ustidan sovuq suv quyamiz. Sho'rvamiz uzoq qaynashi kerak, shuning uchun qaynab ozayishini hisobga olib, suvni ko'proq qo'yishimiz kerak. Qaynab chiqqandan so'ng qora ko'piklarini olib tashlaymiz. Va barcha masalliqlarini birma-bir solib chiqamiz. O'sha paytda ziravorlarni ham solib yuboramiz. Tuz, zira va lavr bargi soldim. Qaynab chiqqandan so'ng kartoshkalarimizni ham solamiz. Kartoshkadan so'ng dumba yog'ini ham solamiz. Bu ovqatimizga o'zgacha ta'm beradi. Mana qaynatma sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Umumiy 1-1,5 soatda tayyor bo'ldi. Ana endi ukrop gashnishlarimizni ustiga solib, oila a'zolarimizga tortiq qilamiz. Hammaga yoqimli ishtaha.